Nargiza! Yaxshi keldingizmi? Ey, meni qo'yaver. Men yaxshiman. Xo'sh, o'g'il emas. Polvon qalay polvon. O'g'il emas, qiz farzandli bo'ldik. Qiz. Chehralari kulib turgan kundaysan. Bugun go'yo oppoq atir guldaysan. Shu on senga qarab sira to'ymasman. Kelinliging bo'lsin muborak qizim. Shu so'zlarim qolsin endi yodingda. Qadam qo'ymoqdasan o'z hayotingga. Duodaman har kecha-yu kunduzim. Kelinliging bo'lsin muborak qizim. Bugun o'lan aytilmoqda sen uchun. Yor kuyi chalinmoqda sen uchun. Ota uydan ketmoqdasan oy qizim. Baxting tomon yetmoqdasan jon qizim. Oyi, nega meni dadam yomon ko'radilar? Qizim, kim senga aytdi dadang yomon ko'radi deb? Dadang seni juda ham yaxshi ko'radi. Bu dunyodagi hamma dadalar qizlarni yaxshi ko'radi. Bugun o'lan aytilmoqda sen uchun. Yor kuyi chalinmoqda sen uchun. Nahot bugun keldi o'sha on qizim. Endi ota uyiga mehmon qizim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Chiroqdan kelgandik. Qarzim bor bilaman, lekin hozir imkoniyatim yo'q. 2-3 kundan keyin o'zim to'lab qo'yaman. Aka, meni ham to'g'ri tushuning. Qarzingiz ko'payib ketgan. Agar qarzlaringizni to'lamasangiz, uzib ketishga majburmiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Ukam, ko'ryapsan-ku, yosh bolalarim bor. Ular dars qiladi, chiroq o'chib qolsa, ular qanday darslarni bajarishadi? Ozgina Bu nima? Amaki, chirog'imizni o'chirmang, iltimos. Ha, mayli. Qolgan tezlashtirasiz bo'lmasa. nima? Qizim, bu pullarni qayerdan olding? Siz maktabga bergan pullarni yig'dim. O'zim ona qizim. Yoring yonidagi yorisan. Alloh bergan juftisan, halolsan. Sening baxting bilan yorug'dur o'zim. Kelinliging bo'lsin muborak qizim. Bo'lgin o'sha uyning guli lolasi. Shirin shakar farzandlarning onasi. Baxtu rohatingdan quvonsin ko'zim. Kelinliging bo'lsin muborak qizim. Bugun o'lan aytilmoqda sen uchun. Yor kuyi chalinmoqda sen uchun. Ota uydan ketmoqdasan oy qizim. Baxting tomon yetmoqdasan jon qizim.
bugun o'lan aytilmoqda sen uchun yor kuyi chalinmoqda sen uchun nahot bugun keldi o'sha on qizim endi ota uyiga mehmon qizim